Assalomu alaykum. Kotlet qilishga erinvorsizlarmi? Shu ruletni qilib ko'ringlar. 800 gram filega tuz va priprava solib, yaxshilab aralashtirib, listga tekis qilib yoyib olamiz. Endi ozgina yog'da 2 ta piyozni mayda to'g'rab, qovurib, ustidan 250 gram mayda to'g'ralgan qo'ziqorinni qo'shib yorib, 10 minut qovuramiz. Tabga ko'ra tuz va murch sepamiz. Qovurilgan nachinkani ruletimizni orasiga chiroyli qilib solamiz. Endi navbat sirga 200 gram sirni katta cho'rkadan chiqarib olib, nachinkani ustidan sovuramiz. Endi pergamentni ko'tarib, rulet shakliga keltiramiz. Chiroyli qilib yopishtirib olganimizdan keyin ustiga ozgina panirovichnoy suxari sepib, duxovkaga yarim soatga jo'natib yuboramiz.